Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Davolash fakulteti pediatriya kafedrasi assistenti Xo'ipova Nargiza Salimovna. Bugungi ma'ruzamiz mavzusi bolalar orasida uchrayotgan kollagenoz kasalliklari. Shulardan qizil yuguruk, sklerodermiya hamda dermatomiyozit kasalliklarini ko'rib chiqamiz. Ushbu slaydimizda ma'ruzamiz rejasi keltirilgan. Bunda qizil yuguruk, sklerodermiya hamda dermatomiyozit kasalliklarining etiyopatogenezi, tasnifi, klinik shakllari, diagnostikasi hamda davolash usullarini ko'ramiz. Qizil yuguruk. Qizil yuguruk autoimmun patogenezga ega bo'lgan biriktiruvchi to'qima kasalliklari guruhiga kirib, asosan terining ochiq qismlari va ichki organlarning zararlanishi bilan xarakterlanadi. Kasallikning sababi hozirgi kunga qadar noaniqligicha qolmoqda. Atrof muhit omillari va genetik omillar kasallik rivojlanishida asosiy rol o'ynaydi. Shuningdek, kasallikning avj olishida estrogenlar ishlab chiqarishning kuchayishi, ultrabinafsha nurlar, surunkali bakterial infeksiyalar hamda ba'zi dori-darmonlar ta'siri sabab bo'lmoqda. Qizil yuguruk patogenezida biriktiruvchi to'qima hujayrasining yaxlit yadro va uning tarkibiy qismlariga qarshi aylanib yuruvchi antitelalar hosil bo'lishi, ularning bazal membranada to'planib, yallig'lanish reaksiyalarining paydo bo'lishiga hamda uning zararlanishiga sabab bo'ladigan immun komplekslarning yuzaga kelishi bilan ifodalanadi. Qizil yugurukning klassifikatsiyasiga ko'ra teri hamda sistemali xili tafovut etiladi. Teri shaklining o'zi ham diskoid, tarqoq, yuzaki hamda chuqur shakllarga bo'linadi. Tizimli shakli esa o'tkir, o'tkir osti hamda surunkali turlarga bo'linadi. Endi diskoid qizil yuguruk uchun xarakterli bo'lgan klinik belgilarni ko'rib chiqamiz. Diskoid qizil yugurukda asosan yuz terisi zararlanishi xos. Bunda burun, yonoqlarning yon qismlari, quloq suprasi, boshning sochli qismi zararlanib, aniq chegarali eritema paydo bo'lishi, avval shu eritemaning shishi, infiltratsiyasi hamda yengil levitusga kirib atrofiyalanishi bilan kechadi. Mazkur eritematoz infiltratsiya toshmaning markazi qipqilashish xususiyatiga ega bo'ladi. Mazkur diskoid qizil yugurukdagi toshmani dastavval infiltrativ eritema tusiga kiradi. Keyin follikular giperkeratoz hamda chandiqli atrofiya bilan yakunlanadi. Diskoid qizil yugurukda hosil bo'lgan plakchalarni olib tashlash follikular giperkeratoz tufayli qiyinlashadi va og'riqli jarayon hisoblanadi. Plakchalarning periferik zonasida teleangioektaziya va disxromiyalar ifodalangan bo'lishi mumkin. Yallig'lanish so'ngandan keyin o'choqda chandiqli atrofiya hosil bo'ladi. Mana mazkur rasmda diskoid qizil yuguruk uchun xos bo'lgan klinik belgi, ya'ni terida, asosan yuz terisida ifodalangan. Bunda burunning yon tomonlari, burun usti hamda yonoqlarning yonlarida infiltrativ toshmani ko'rish mumkin. Ushbu toshmaning markazi qipqilashish xususiyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, mana boshning sochli qismida diskoid qizil yuguruk uchun xos bo'lgan chandiqli atrofiya. Bu yerda yangi eritematoz toshmani ham ko'rish mumkin, chandiqlangan, atrofiyalangan toshmani ham ko'rish mumkin. Keyingi shakl, teri shaklining keyingi shakli, ya'ni tarqoq qizil yuguruk. Tarqoq qizil yuguruk ham xuddi diskoid qizil yuguruk singari eritema, infiltratsiya, follikular giperkeratoz va atrofiya bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bunda o'choqlar faqatgina yuzda emas, balki ko'krak, orqa tomonda ham joylashadi. Bundan tashqari, bu shakl uchun barmoqlarning kaft yuzasi va oyoq panjalari sohasida joylashgan noto'g'ri shakldagi konturlarsiz ko'kimtir qizil dog'larning mavjudligi xarakterli. Mana tarqalgan qizil yuguruk uchun xos bo'lgan yana bir klinik belgi. Bu yerda asosan tananing oldingi tomonida
tarqoq holda joylashgan. Chegarasi noaniq. Keyingi teri yugurugi bu yuzaki qizil yuguruk. Teri qizil volchankasining kam uchraydigan turi hisoblanib, biyot markazdan qochuvchi eritemasi deb ham nomlanadi. Bunda yuz terisida chegaralangan, shishgan, markazdan qochuvchi ko'kimtir tusli pushti qizil eritemaning paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Qolgan turlardan farqli ravishda follikulyar giperkeratoz hamda chandiqli atrofiya kuzatilmaydi. Mana markazdan qochuvchi biyot eritemasining ko'rinishi. Bunda faqat shish hamda giperemiya bo'ladi. Chandiqli atrofiya hamda giperkeratoz kuzatilmaydi. Faqat toshmaning to'lishgan holda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana ushbu slaydda esa markazdan qochuvchi biyot eritemasi hamda diskoid qizil yuguruk uchun xos bo'lgan toshmalarning bir-biridan farqi. Bu yerda giperemiya markazga intiluvchan bo'lsa, biyot markazdan qochuvchi eritemasi esa giperemiya markazdan qochadi. Mana bu rasmda yaqqolroq namoyon etilgan, ya'ni markazi disxromiya, bunda pigmentatsiyasi yo'q, atrofi qizargan tusda, chegarasi noaniq. Qizil yugurukning keyingi turi chuqur kaposhi ergang shakli ham deb nomlanadi. Ancha kam uchraydigan tur bo'lib, atrofdagi teridan kam chiqib turadi. Bir ikkita zich, harakatchan teri osti tugunlar hosil bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Asosan yuz, dumba, son sohalarida joylashadi. Tugunlar ustidagi teri silliq, och qizg'ish yoki normal rangda bo'ladi. Mana ushbu slaydda kaposhi ergang chuqur qizil eritemasi ko'rsatilgan. Bunda quloq suprasida hamda son sohasida joylashgan. Teri osti tugunchalar bir ikkita harakatchan, ushlab ko'rganimizda teri osti tugunchalar harakatchan bo'ladi. Ustidagi terisi esa kam o'zgaradi, ba'zan qizg'ish, ba'zan rangsiz. Bu yerda qizg'ish rangda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi qizil yugurukning keyingi shakli bu tizimli qizil yuguruk. Biz yuqorida ko'rib o'tdik, faqatgina qizil yugurukning teri shakllarini to'rttasini ko'rib chiqdik. Endi tizimli shakli, qizil yugurukning tizimli shakli. Tizimli qizil yuguruk uchun isitma, teri toshmalari, artralgiyalar, artritlar, interstal pnevmoniya, plevrit, kardit, Rayna sindromi, nefropatiya, psixoz, limfadenopatiya, anemiya, leykopeniya, trombotitopeniya kabi belgilar xosdir. Shuning bilan birgalikda qonda hamda suyak ko'migida LE hujayralarining topilishi, ya'ni volchanka hujayralarini aniqlash judayam muhim diagnostik ahamiyatga ega bo'ladi. Sistemali qizil yugurukning o'tkir shakli kechishi, bunda boshlanishi to'satdan shiddat bilan boshlanadi. Belgilari asosan ko'p sonli a'zolar va tizimlarning, shu jumladan markaziy asab tizimini hamda buyraklarning tez shikastlanishi bilan xarakterlanadi. Kasallik oqibati davolanmasa 1 yil, 2 yil ichida o'limga olib kelishi mumkin. O'tkir osti kechishida boshlanishi noaniq, umumiy holsizlik belgilari bilan boshlanadi. Belgilaridan xurujlar va remissiyalarning almashinib turishi kuzatiladi. Simptomlar o'tkir kechishga nisbatan kamroq ifodalangan bo'ladi. Rivojlanishi asosan buyrak shikastlanishi 1-yilda paydo bo'lsa, keyinchalik boshqa a'zolar ham qo'shilishi mumkin. Asta-sekinlik bilan etap bo'yicha rivojlanadi. Sistemali qizil yugurukning surunkali kechishi bir yoki bir nechta alomatlarning uzoq muddatli ustunligi bilan rivojlanadi. Bu kasallik rivojlanishi uchun ba'zida 5-10 yillar davomida rivojlanadi. Juda ham asta-sekin rivojlanadi. Kasallikning eng kechishi bo'yicha eng xavfsiz turi hisoblanib, bemorlar uzoq yillar davomida davolab yashash xususiyati mavjud bo'ladi.
Ushbu rasmda mana qizil yuguruk uchun xos bo'lgan klinik o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Barmoq uchlaridagi yallig'lanishlarni, mana kaft ustidagi chegarasi noaniq bo'lgan teridagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Yuzdagi, oyoqlarda hamda kaft ustida epitelial toshmalar. Endi qizil yugurukning tashxis mezonlari. Qizil yuguruk uchun quyidagi tashxis mezonlar xos. Yonoqlardagi toshmalar kapalak simptomi, kapalakka o'xshaganligi uchun kapalak simptomi ham deb nomlanadi. Diskoid toshma, ko'tariladigan blashkalarning bo'lishi. Fotosensibilizatsiya, ya'ni yorug'likdan qo'rqish. Hamda quyosh nuriga chiqqanda bemorlarda turli toshmalarning paydo bo'lishi. Og'iz bo'shlig'idagi yaralar stomatit deb nomlanadi. Lab atrofidagi yaralar xeylitlar. 2 va undan ortiq bo'g'imlarning artriti. Serozitlardan plevrit, perikardit, interstal pnevmoniyalar, siydik va buyrak shikastlanishini bildiruvchi protein uriya, uzoq muddatli sutkasiga 0,5-1 grammgacha bo'lgan protein uriya hamda silindr uriya bilan birgalikda kechishi. Markaziy nerv sistemasining shikastlanishi, tutqanoq, psixoz shaklida namoyon bo'lishi. Qon analizida retikulotsitoz, leykopeniya hamda anemiya, shuningdek qonda Elya hujayralarining topilishi. Shuningdek, immunologik komplekslarning hosil bo'lishini immunologik analizlarda ko'rishimiz mumkin. Yuqorida tizimli qizil yuguruk tashxisi keltirilgan mezonlardan 4tasi va undan ortig'i aniqlanganda tizimli qizil yuguruk deb tashxis qo'ysak bo'ladi. Davolash. Quyida faqatgina simptomatik va patogenetik davo keltirilgan. Qizil yugurukning etiologik davosi mavjud emas. Birinchi navbatda bularga nimalar beriladi? Nosteroid, yallig'lanishga qarshi preparatlar, ibuprofen, nurafen shaklida, gidroksixlorin unumlari, bunga delagil, plakvilin sutkasiga 200 dan 400 milligrammgacha beriladi. Glukokortikoidlar kasallikning faollik darajasiga qarab past faollikda 10 milligrammgacha, o'rta faollikda 20 dan 40 milligrammgacha, yuqori faollikda esa 1 milligram na kilogramm sutka beriladi. Shuningdek, siklofosfamid unumlari, aziotropin, metil motofil mikofenolat, metatrexat kuniga 7,5 milligrammdan 25 milligrammgacha beriladi. Siklosporin tavsiya beriladi. Ichish tavsiya etiladi. Endi keyingi kasalligimiz bu sklerodermiya kasalligi. Sklerodermiya teri, ichki organlarning progressiv sklerozi, qon tomir patologiyasi bilan namoyon bo'ladigan polisindromik kasallik hisoblanadi. Kasallik asosida biriktiruvchi to'qimaning fibroz ustunligi bilan zararlanishi hamda obliteratsiyalanuvchi mikroangiopatiya tipidagi qon tomir patologiyasi yotadi. Sklerodermiyaning asosan chegaralangan hamda tizimli shakllari farqlanadi. Chegaralangan shakli bu plakchali, chiziqli, mayda o'choqli turlarga bo'linadi. Tizimli shakli esa akrosklerotik hamda diffuz sklerodermiyaga bo'linadi. Akrosklerotik shakli boshqacha Kress sindrom ham deb nomlanadi. Klinikasida asosan 3ta bosqich farqlanadi. Ya'ni o'sha teridagi o'zgarishlar shish bosqichi, zichlashish bosqichi hamda atrofiya bosqichi. Mana ushbu rasmda plakchali sklerodermiyani shish bosqichi iyak ostida ko'rish mumkin. Qizargan infiltrativ toshmani. Zichlashish bosqichida mana ko'z ustida oq dog'simon zichlashishni ko'rish mumkin.
Plakchali sklerodermiyaning atrofiya bosqichi faqatgina chandiq qolganini ko'rish mumkin. Chiziqli sklerodermiyadagi qilich zarbasi simptomi peshona sohasida, bu yerda zararlangan soha, soch o'smaydi, yog' bezlari o'z faoliyatini yo'qotgan bo'ladi. Mayda o'choqli sklerodermiya oq dog'lar kasalligi ham deb nomlanadi. Bunda alohida o'choqlarni hamda qo'shilgan o'choqlarni birgalikda ko'rishimiz mumkin. Keyingisi kasallikning diffuz shakllaridan biri bu aklosklerotik shakli. Bu krest sindrom shaklida namoyon bo'ladi. Bunda krest so'zining ma'nosi K bu yumshoq to'qimalar kalsinozi, Rayno sindromi, ezofagopatiya, sklerodaktiliya hamda teleangiektaziya shaklida namoyon bo'ladi. Mana ushbu rasmda to'qimalar kalsinozni ko'rish mumkin, atrofida qattiqlashish hamda markazda disxromiyalar. Rayno sindromi keyingisi yoki Rayno kasalligi ham deyiladi. Qo'l va oyoq barmoqlari qon tomirlarining sovuq yoki stressga javoban haddan tashqari torayib, oyoq qo'llarning oqarishi, ko'karishi, uvishishi, sanchishi va og'rig'i bilan namoyon bo'ladi. Mana ushbu rasmda Rayno kasalligiga xos bo'lgan, mana qo'l barmoqlarining uchlari oqargan, yuqorisi qizargan, bunda qon tomir patologiyasi namoyon bo'lmoqda. Krest sindromidagi qo'l barmoqlari terisining qattiqlashishi, mana teri ustida hamda qisman harakatining cheklanishini ko'rishimiz mumkin. Yoki boshqacha gusina lapa deb ham nomlanadi. Tizimli sklerodermiyadagi teleangiektaziyalar kaft yuzasida joylashgan. Krest sindromida yuz gipomimiyasi, teleangiektaziya, kisetli og'iz va og'iz aperaturasining kichiklashishini ko'rish mumkin. Bemorda yuzda mimikasi o'zgargan bo'ladi. Kisetli og'iz aperaturasining kichiklashishi, ya'ni og'zi qotib qoladi. Katta ochish buyurganda bemorlar og'zini ocha olmaydi. Sklerodermiyaning klinik ko'rinishini ko'rib chiqdik. Bolalarda uchraydigan klinik belgilari. Endi davosi. Davosi penitsilin amin 6-12 oy davomida kuniga 1 grammgacha buyuriladi. Keyinchalik dozasi 250 milligrammgacha kamaytiriladi va davolash davomiyligi 2-5 yilni tashkil etadi. Glukokortikosteroidlar va immunodepressantlar tizimli sklerodermiyaning o'tkir va yarim o'tkir kechishida qo'llaniladi. Prednizolonning o'rtacha dozasi kuniga 20 milligrammdan 40 milligrammgacha buyuriladi hamda dozani asta-sekin qo'llab-quvvatlovchi darajagacha kamaytiriladi. Kamida 2-3 oy mobaynida tavsiya etiladi. Metotrexat esa haftasiga 7,5 dan 10 milligrammgacha berish tavsiya etiladi. Aminoxinolin preparatlaridan esa Delagid 250 milligrammdan, Plakvilini 400 milligrammdan kuniga berish tavsiya etiladi. Bu asosan tizimli sklerodermiyaning surunkali kechishida qo'llaniladi. Undan tashqari plasmafares va gemosorpsiya tavsiya etiladi. Sklerodermiyaning mahalliy davosida teriga Madekassol, salkaseril, traksivazin, geparin limazlar, butadion, aktavigin hamda deksametazonli mazlar tavsiya etiladi. Kasallikning og'irlik darajasiga qarab kuniga 2 mahal bir necha oy mobaynida. Keyingi ko'rib chiqadigan kasalligimiz bu dermatomiyozit kasalligi. Dermatomiyozit biriktiruvchi to'qimalarning ko'ndalang yo'lli va silliq mushaklari bilan birgalikda diffuz progressiv yallig'lanishi bo'lib, harakatlanish funksiyasining buzilishi, terining eritema va shish ko'rinishidagi ichki organlarning
qisman zararlanishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Dermatomiyozitning rivojlanishida asosiy sabablardan biri kasallikka irsiy moyillik bo'lgan kishilarda kasallikni keltirib chiqaradigan virusli infeksiyalarning bevosita mushak tolalariga ta'siri muhim ekanligi tasdiqlangan. Ya'ni o'sha irsiy moyilligi bo'lgan bolalarda Coxsackie A, B viruslarni hamda pikornaviruslar oilasiga kiruvchi viruslarning bevosita mushak tolalariga ta'siri bilan namoyon bo'ladi. Bunda kasallik rivojlanishiga sabab bo'luvchi yoki trigger omillar esa quyidagilar hisoblanadi. O'choqli infeksiyaning qaytalanishi, jismoniy va ruhiy shikastlanishlar, haddan tashqari sovish, haddan tashqari qizib ketish, giperinsolyatsiya, emlash, dori-darmonlarga bo'lgan allergiya, mana shu omillarning ta'siri ostida dermatomiyozit kasalliklari kelib chiqishi mumkin, faqatgina moyilligi bo'lgan bemorlarda. Patogenezi. Dermatomiyozitning asosiy patogenetik omili autoimmun mexanizm hisoblanadi. Shikastlangan mushaklarni immunologik tekshirilganda T va B limfositlar va faol holatda bo'lgan makrofaglar infiltratsiyasi aniqlanadi. Dermatomiyozit va polimiyozitlar o'rtasida muayyan immunopatologik farqlar aniqlangan. Klassifikatsiyasiga ko'ra, demak, kasallik kelib chiqishiga ko'ra birlamchi hamda ikkilamchi turlarga, ya'ni idiopatik va paraneoplastik turlarga bo'linadi. Kechishiga ko'ra o'tkir, o'tkir surunkali turlarga bo'linadi. Davrlarga qarab prodromal davr, manifestatsiya davri hamda terminal davr yoki asoratlar davriga bo'linadi. Shuningdek, faollik darajasiga qarab birinchi faollik daraja, ikkinchi faollik daraja hamda uchinchi faollik darajalariga bo'linadi. Klinikasi. Bolalarda dermatomiyozit ko'pincha o'tkir yoki o'tkir osti boshlanadi. Kasallik boshlanishida ko'pincha isitma, holsizlik, darmonsizlik, tana vaznining kamayishi, mialgiya, artralgiya, mushak kuchining progressiv pasayishi kuzatiladi. Dermatomiyozitning klinik manzarasi odatda polisindromal bo'ladi, lekin teri va muskullardagi o'zgarishlar asosiy klinik simptomi hisoblanadi. Bemorlarda diagnoz qo'yishda quyidagilarga e'tibor qaratishimiz kerak. Bunda ham diagnostika sifatida qarab ketishimiz kerak hamda klinik belgilarni namoyon bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, bemorlarning shikoyati asosan tana haroratining ko'tarilishiga, ko'pincha subfibril darajagacha, umumiy holsizlik, tana vaznining kamayishi hamda xulq-atvordagi buzilishlar. Anamnezidan esa bir nechta infeksion o'choqlarning qaytalanishi, ba'zi bir dori-darmonlarning qabul qilganligi yoki bemorlarning sovqotganligi, jismoniy va ruhiy emotsional zo'riqish va irsiy omillar borligini ko'rish mumkin. Obyektiv tekshiruvda teri sindromda ko'proq periorbital eritema yoki siyohrang ko'zoynak simptomi yoki geliotrop toshma ham deb nomlanadi. Bunda pastki va yuqori qovoqlarda turli darajadagi eritromatoz o'zgarishlar, ko'pincha qoshlar darajasigacha tarqaladi. Shuningdek, Gotron belgisi bo'g'imlarning yozuvchi yuzasi va qo'l barmoqlari terisidagi eritromatoz toshmalar. Bu rasmlarda Gotron belgisi ko'rsatilgan, bo'g'imlarning yozuvchi va bukuvchi yuzasida eritromatoz toshmalar namoyon etilgan. Mana qovoqlardagi geliotrop eritema yoki geliotrop toshma ham deyiladi. Bunda bolaning yuzida yarim niqob ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda qorayishlar ko'rsatilgan hamda Gotron simptomi eritromatoz kaft usti, falanga va falangalararo bo'g'imlar ustida plakchali toshmalarning hosil bo'lishi xos.
Mushaklar shikastlanishi qanday namoyon bo'ladi? Bunda skelet mushaklarining shikastlanishi, simmetrik mushak zaifligi, qo'l-oyoqlarning proksimal mushaklari, tana va bo'yin mushaklari hamda kuchli mialgiya va shish hisobiga zararlangan mushaklarning qattiqlashishini ko'rish mumkin. Nafas olish va yutish mushaklarining shikastlanganligi esa nafas yetishmovchiligi shaklida namoyon bo'ladi. Halqum mushaklarining shikastlanishi ko'pincha disfagiya, disfoniya, qaqshash, qattiq va suyuq ovqatni yutishda qiyinchiliklar, suyuq ovqatni to'kib yuborish, burun orqali ovqat aspiratsion pnevmoniya rivojlanishi bilan ovqat aspiratsiyasi yoki bevosita o'limga olib keladigan holatlar rivojlanishi mumkin. Yumshoq to'qimalar kalsinozi. Bunda mushaklarda kalsiy gidroksidlarning to'planishi oqibatda qattiqlashishi bilan yuzaga keladi. Shilliq qavatlardagi o'zgarishlar esa ko'pincha o'sha lab atrofidagi yaralar, xeylit deb nomlanadi, giperkeratoz, deskvamatsiya, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining zararlanishi stomatsit ko'rinishda namoyon bo'ladi. Bo'g'im sindromidan artralgiyalar, bo'g'imlardagi harakatchanlikning cheklanishi, ertalabki mayda va yirik bo'g'imlardagi karaxtlikni ko'rish mumkin. Yurak shikastlanishidan miokardit, taxikardiya, yurak tonlarining bo'g'iqlashishi, yurak chegaralarining kengayishi, yurak ritmining buzilishi, aritmiyalar, perikardda o'rtacha suyuqlik ajralishi xos hisoblanadi. O'pka shikastlanishi bu ko'krak qafasi ekskursiyasining pasayishi natijasida aspiratsion pnevmoniya, o'pkaning tranzitor atelektazlari rivojlanishi bilan namoyon bo'ladi. Oshqozon ichak trakti shikastlanishi esa esofagit, gastrododinit, enterokolit, profuz qon ketish, mediastinit, peritonitga olib keladigan perforatsiyalar bilan eroziya yoki yarali jarayon bilan namoyon bo'lishi bilan tavsiflanadi. Mana dermatomiyozitdagi o'sha dermatomiyozit rivojlangan bolalarda periferik shishlar, hatto bolalarda noskilarning izlari ham qolgan. Mana ushbu rasmda esa katta bo'g'imlar sohasi o'sha teri ostida kalsinatlarni hosil bo'lganlarini mana bu yerda dumaloq shaklidagi kalsinatlar hosil bo'lgan ko'rishimiz mumkin. Endi diagnostikasi albatta yuqoridagi klinik tekshiruvlarga asoslanadi. Birinchi navbatda bemorlardan anamnez yig'iladi, shikoyatlari eshitiladi, anamnez yig'iladi, obyektiv tekshiriladi. O'sha yuqoridagi tekshirishlarni o'tkazgandan keyin laborator tekshirish tavsiya etiladi. Laborator tekshirilganda umumiy qon tahlilida anemiya belgilari, o'sha neytrofil chap tomonga siljisi bilan leykositoz, ezinofiliya, eritrotsitlar cho'kish tezligi jarayonini mos ravishda oshishi kuzatiladi. Qonning biokimyoviy tahlilida alfa globulinlar, seromukoid, fibrin, fibrinogen, sial kislotalar, mioglobin, sidik kislotasining oshishi bilan namoyon bo'ladi. Immunologik tekshirilganda esa komplement titrining pasayishi, LE hujayralarining aniqlanishi, DNK antitellalari, T limfotitlar, suppressorlar funksiyasining pasayishi, immunoglobulin M hamda immunoglobulin J tarkibining ko'payishi hamda immunoglobulin A ning pasayishi, miozit spetsifik yuqori titrlardagi antitellalar hosil bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Teri va mushak bioptatlari tekshirilganda esa og'ir miozit, ko'ndalang targ'il, o'sha mushaklardagi ko'ndalang targ'illikning yo'qolishini, yumaloq hujayralar infiltratsiyasi, mushaklarning atrofiyasi va fibrozini, terida mushaklar atrofiyasi, soch follikulalari va yo'l bezlari distrofiyasi hamda kollagen tolalarining o'zgarishi va perivaskulyar infiltratsiyani aniqlashimiz mumkin. Instrumental tekshirilganda elektromiogrammada polifazali o'zgarishlar, qisqa to'lqinlar, tinch holatda fibrillar
ossilyatsiyalarni ko'rishimiz mumkin. EKGda mushaklarning diffuz o'zgarishi, ritm va o'tkazuvchanlikning buzilishini aniqlash mumkin. Rentgenda esa yumshoq to'qimalar va ichki a'zolar shikastlanishini aniqlashda o'sha dermatomiyozitning o'tkir ketishida mushaklar ko'proq shaffof ko'rinadi. Bunda surunkali kechganda esa yumshoq to'qimalarda kalsifikatlar paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin. O'pkada interstitsial fibroz asosan bazal sohalarda, plevrada kalsifikatlar mavjudligini ko'rish mumkin. Yurak kattalashgan suyaklarda o'rtacha osteoporoz rivojlanganligini aniqlash mumkin. Spirografiya qilinganda esa restriktiv nafas yetishmovchiligi kuzatiladi. Davosida asosan bunda ham simptomatik va patogenetik davo o'tkaziladi. Birinchi navbatda qisqa ta'sirli glyukokortikoidlardan prednizolon, metilprednizolon kasallikning og'irlik darajasiga qarab 1 kilogramm massasiga 1 milligrammdan 2 milligrammgacha bo'lgan dozada beriladi. Keyingi preparatlar bu immunosupressiv terapiya hisoblanadi. Metatriksat 7,5 milligrammdan 25 milligrammgacha hafta davomida ichish tavsiya etiladi. Teri osti yoki tomir ichiga yuboriladi. Siklosporin esa 2,5-3,5 milligramm na kilogramm sutga tavsiya etiladi. Plazmafarezda glyukokortikoid va immunosupressiv terapiya bilan birgalikda polimiyozit, dermatomiyozitni davolashning boshqa usullariga chidamli og'ir bemorlarda foydalaniladi. Shuning bilan bugungi ma'ruzamiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.